May oyida tug'ilgan insonlar o'zlarining mehnatsevarliklari bilan boshqalardan ajralib turishadi. Bu oyda tug'ilganlarning ko'pchiligi musiqa tinglashni va quvnoq davralarda dam olishni yoqtirishadi. May oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi hazilkash va sho'x odamlardir. Lekin ularni kulib turgan ko'zlariga ko'p ham ishonavermang. Negaki ular odamni ko'ziga qarab ichidagilarni bilib olish xislatiga egalar. Bu oyda tug'ilganlarga biror ozor yetkazmasangiz, siz u uchun yaxshi inson hisoblanasiz. Agarda dilini xira qilib qo'ysangiz, ular hech qachon bu yomonligingizni unutishmaydi. May oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi go'zallik shaydolari bo'lishadi. O'sha uchun ular orasida rassomlarni, musiqachilarni va juda ko'plab kino aktyorlarini uchratishingiz mumkin. Bu insonlardan yaxshigina tijoratchi ham chiqadi. Ular hayotda o'ziga juda ishonuvchan va xotirasi mustahkam, shuning bilan birgalikda juda aqlli insonlardir. Likey.